So'yla qora dengiz serialida o'zi turmushga chiqmagan, ammo otasining zo'ri bilan topshirilgan zo'ravondan ming xil zulm ko'rgan, ammo bu zo'ravonlikka taslim bo'lmagan, taqdirini o'zgartirishga uringan nafas zo'rlu rolini Irem Xelvachi-o'g'lu o'ynadi. Irem 1990-yil 2-fevralda Germaniyada tug'ildi. Ko'p yillar Germaniyada yashadi, ammo keyin oilasi Anqaraga qaytdi. Musiqa va teatrga bo'lgan qiziqishi tufayli Mujdat Gizen san'at konservatoriyasini tamomladi. O'qishni tugatgandan so'ng ilk rolini Behzod Anqaradagi davomli jinoyatlar serialida o'ynadi. Bu loyihadan so'ng aktrisaning filmografiyasi yangi rollar bilan boyiy boshladi. U Muhtasham 100 yil, Qashqirlar makoni, Guneshning qizlari kabi seriallarda suratga tushdi. 2016-yilda 309-raqam serialida Pelinsu rolini o'ynadi. Shundan so'ng ATV telekanalida namoyish etilgan So'yla qora dengiz serialida suratga tushdi. Irem polkovnikning qizi. U otasi singari qat'iy, tirishqoq, to'g'ri. Ota-onasi va opasi doim uning intilishlarini qo'llab-quvvatlagan. Bolaligi faol o'tgan. U xalq o'yinlariga qatnar, voleybol jamoasida g'alaba qozonar, rasm chizish darslariga borardi. U bolaligidayoq, ya'ni 10 yoshida aktrisa bo'lishga qaror qildi. Men shu kasbni tanlashim va aktrisa bo'lishim kerak. Irem aktyorlikni davom ettirishni istardi, ammo har doim bu ish bilan shug'ullanmasligini bilmasdi. Quvnoqroq boshqa bir ish bilan shug'ullanishim mumkin edi. Stol yonida o'tirish mening ishim emas. Aktyorlik ruhimga yaqin. Irem juda to'g'ri so'z bo'lishni ma'qul ko'radi, ammo ba'zida o'zining fikricha oshirib yuboradi. Orzusi urush, adovat va ochlik bo'lmasin. Irem tarixiy serial yoki filmda suratga tushishni, masalan, Janna d'Arkni o'ynashni orzu qiladi. Iremning shaxsiy hayoti haqida ma'lumot kam, faqat sevgan insoni borligi ma'lum. So'yla qora dengiz filmidagi roli uchun Irem serialdagi eng yaxshi juftlik nominatsiyasida Oltin kapalak mukofotini qo'lga kiritdi.